Assalomu alaykum quyosh quvozlari. Bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Ayniqsa hovlida boqadiganlar uchun. Mana men vitamin Chektonik vet aptekalarda sotadi. Mana shu 100 grammi 25-30 ming so'm turadi. Mana shundan olib qo'ysanglar, 100 grammi butun qishga yetadi. Mana shu hovlida boqiladigan quyonlarga suvga qo'shib berilsa juda foydali bo'ladi. Chunki qishda o'zini istaman deb hamma kerakli anaqasini ishlatib qo'yadi, moddalarini quyon. Bu narsa o'shani qayta tiklashiga yordam beradi. Mana bu 5 grammli shpritsga tortib olgandim. 5 litr suvga 1 litr suvga 1 gram qo'shib beriladi. Mana shunaqa qilib orada vitaminli suvlar bilan sug'orib tursak, quyonlarimiz ham sog'lom o'sadi. Hamda immuniteti ham baland bo'ladi. Shunda ortiqcha kasallanvermaydi.